Assalomu alaykum. Bugun siz bilan teskari sonni topish o'rganib chiqamiz, ya'ni kriptografiyada ishlatiladigan birorta a sonning teskarisini deylik mod b orqali hisoblash. Ya'ni a sonning mod b ni o'sha yerda teskarisini topish uchun shunday bitta son o'ylab topishimiz kerak ekanki, qo'yganimizda qoldig'i 1 chiqishi kerak bo'ladi. Ya'ni teskari son topish. Sababi bu yerda a bilan a ning -1 darajasi, ya'ni teskarisi o'zaro qisqarib ketib, bu yerda 1 qoladi. Xo'p, buni hisoblashning turli xil usullari bor. Eng samarali usuli, ya'ni hisoblash bo'yicha tezligi yuqori usuli bu Evklidning kengaytirilgan algoritmi hisoblanadi. Evklidning kengaytirilgan algoritmini nimani aniqlab beradi? Bu ya'ni a va b ning e kubini aniqlab beradigan algoritm hisoblanadi. Ya'ni ikkita sonning e kubini aniqlab beradi. Xo'p, buning uchun nima ish qilinadi? Ya'ni e kubini aniqlash uchun e kub teng a virgul a ni mod b toki 0 bo'lguncha hisoblaydi. Ya'ni bu degani nima degani? Ikkita sonning e kubini topish uchun kattasini kichigiga bo'ladi va qoldig'ini oladi va o'sha qoldiq bilan keyingi kichik sonni yana ketma-ketlikda qoldiqli bo'lish orqali amalga oshirilib toki oxirgi qoldiq 0 bo'lguncha davom ettiradi va shu orqali hisoblanadi. Endi biz formulani Evklidning kengaytirilgan algoritmini quyidagicha yozishimiz mumkin. Ya'ni quyidagicha tenglama bilan yozishimiz mumkin. A x plus b y teng 1 deb olamiz. Sababi biz ko'rayotgan masalada a va b lar o'zaro tub sonlar hisoblanadi. O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar. Biz e kubni hisoblaydigan paytimizda deylik a bilan b ning e kubi o'zaro tub bo'lganligi uchun 1 ga teng. Ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisi 1 soni bo'ladi o'zaro tub bo'lganligi uchun. Xo'p, mana shundan foydalanib mana bu tenglamani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nima degani aslida o'zi? Aslida bu yerda tenglama quyidagicha bo'lar edi. Ya'ni ax plus b y bu d ko'rinishida bo'lardi. Bu d deganimiz o'sha ikkita sonning a bilan b ning e kubi edi. E kubi ko'rinishida edi. Biz uni har doim a bilan b o'zaro tub bo'lganligi uchun mana bu ko'rinishga keltirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1 har doim 1 bo'lganligi uchun. Xo'p, endi o'zi aslida tenglamada deylik a ko'paytirilgan x imiz aslida minus a ning teskari qiymatiga teng. Minus birinchisi plus b y teng buni deylik 1 mod b deb yozib oladigan bo'lsak, mana bu b bilan bu yerdagi b qisqarib ketadi-da, qoldig'i mana bu yerda qoldiq 0 ga teng bo'ladi va mana bu yerdagi qiymat esa 1 ni hosil qiladi. Ya'ni a bilan a ning teskarisini ko'paytiradigan bo'lsak, bular qisqarib ketib, ya'ni 1 ni hosil qiladi. 1 teng 1 mod b shaklida bo'lar ekan. Ya'ni bu haqiqatdan ham o'rinli hisoblanadi. Kechirasizlar, ba'zi joyda mana qoldiqli bo'lishda 3 ta teng yozilishi kerak aslida. Mana shuni tashlab ketibman. Xo'p. Endi mana shu Evklidning kengaytirilgan algoritmini mana shu tenglama uchun qo'llaymiz. Xo'p, buning uchun biron bir misol tariqasida biron bir misol ishlab ko'ramiz. Masalan, deylik, affin shifrlashda ishlatiladi, deylik, ikkita kalit olinadi, a kalit olinadi, undan keyin deylik qanaqadir bir s kalit olinadi va bu yerda deshifrlash paytida o'sha ham n
qiymat bo'ladi, ya'ni qoldiqli bo'lish bo'ladi. Afin shifrlashda uni alohida endi boshqa darslarda ko'rib chiqamiz. Faqat hozir bu yerda qilmoqchi bo'lgan ishimiz a ni teskarisini qidiryapmiz. A ning teskarisini qidirishimiz uchun, ya'ni n orqali teskarisini qidirmoqchimiz. Buning uchun esa a sonimizga shunday son o'ylab qiymat qo'yishimiz kerak ekanki, uning qoldig'i 1 bo'lish kerak ekan n ga bo'lganda. Mana n sonimizga bo'lganda 1 bo'lish kerak ekan. Biz mana bu sonni qidiramiz. Buni odatda ko'pchilik deylik a ni qiymatini qo'yib, a ni teskarisini topish uchun bu yerga har xil ketma-ket sonlarni qo'yib borib, n ga qoldiqli bo'lib va qoldig'i 1 bo'lgan holatni qidirishadi. Aslida bu ya'ni agar vaqt bo'yicha baholaydigan bo'lsak, buning bahosi n ga teng. Ya'ni vaqt murakkabligi bo'yicha bahosi n ga teng. Ya'ni n ta elementni ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. N ko'pi bilan eng yomon bahosi demak n ga teng ekan. Bu yerda biz Evklidning kengaytirilgan algoritmini ishlatadigan bo'lsak, bu juda ham tez amalga oshadi. Xo'p, endi biz bu yerda mana a sonimizga deylik 5 beramiz. N sonimiz esa bu o'sha afin shifrlashda odatda standart 26 deb olinadi, ya'ni alifboda 26 ta harf bo'lgani uchun. Xo'p, endi a ning teskarisini n orqali hisoblab topishimiz kerak bo'lar ekan. Buning uchun Evklidning kengaytirilgan algoritmi nima deb aytdik? Biz kattasini kichigiga bo'lamiz va qoldig'ini olib ketaveramiz toki 0 bo'lguncha. Kattamiz bu yerda 26 ekan. Demak, 26 sonimizda foiz belgisini qo'yapman, qoldiqli bo'lish deb hisoblab ketaverasiz. 5 ga qoldiqli bo'lamiz va bu yerda qoldig'ini olamiz. Ya'ni 5 ga bo'layotganimiz uchun 5 tirin tegadi plus qoldig'i 1 bo'lar ekan. Ya'ni bitta qadamda kelib qo'ydik. Sababi endi qoldig'i 1 bo'lgandan keyin ikkinchi sonimiz qoldi endi. Ikkinchi qadamimiz, ya'ni 5 bilan, ya'ni kichik sonimiz bilan qoldig'ini olamiz dedik. 5 ni 1 ga qoldiqli bo'ladigan bo'lsak, uning qiymati demak bittadan tegadi plus 0 bo'ldi. Demak 26 bilan 5 ning ekubi birligini bilardik, o'zaro tub sonlar bular. Va mana bu yerda biz mana kichik sonimiz ekub ekanligini ham bilamiz bu yerda. Mana bu ekub. Ekubimiz demak 1 ga teng. 1 ni hosil qildik. Ya'ni 0 bo'lib qolgancha davom ettiramiz, lekin 0 olmaymiz. Undan oldin kichik sonni olamiz. Ya'ni ikkita qolgan kichik sonni olar edik. Xo'p, endi mana shu joyda biz 1 ni xuddi mana bu yuqoridagi tenglama ko'rinishga o'tkazib olamiz. Ya'ni 1 bu yerda qoladi joyida, tenglikning bir tomonida qoladi, ikkinchi tomonda nima qolyapti? Demak 26 qoldiqli bo'lishini yozib o'tirmayman. Mana bu esa minus bo'lib o'tadi. 5 ko'paygan 5. Bu yerda 26 sonimiz, bu yerda n sonimiz edi. Mana bu n sonimiz, formulamizdagi esa b sonimiz. Ya'ni b ga qoldiqli bo'lgandagi qiymatni topyapmiz. Shuning uchun b sonimiz. Xo'p, mana bu demak b, mana bu yerdagi bitta qiymatimiz, bu yerdagi a qiymatimiz, ikkinchi qiymatimiz esa a ning teskarisi ekan. A ning teskarisi ekan. Demak, shunday ekanki, demak biz a ni teskarisiga ko'paytirganimizda uning qoldig'i 1 ekanligini bilar edik. Endi tekshirib ko'ramiz. A miz 5 ekan. A miz 5 ekan. Uning teskarisi xo'p. Bitta narsani bu yerda unutib qoldik. Sababi biz a ning teskari qiymatini topayotganimizda oldidagi ishorasiga ham qarashimiz kerak. Hozir bizning holatimizda ishora manfiy bo'lib qolsa, n dan, ya'ni o'sha qoldiqli n orqali bo'lyapti bizda. N dan o'sha a ning teskarisining qiymatini ayirib tashlashimiz kerak. A ning teskarisining qiymati 5 deb hisobladik hozir. Ya'ni n sonimizda. Agar minus bo'lsa ishora, oldida agar musbat bo'lganda unday qilmasdik.
Xo'p, shunda n sonimiz demak 26 ekan. Demak 26 dan aning minus birinchisi hozirgi holatimizda minus ishora bilan chiqib qolgani uchun uni 5 ni ayirib tashlasak bu 21 ekan. Shunda bu a ning teskarisi deb hisoblaymiz 21 sonimizni. Musbat bo'lganda unday qilib o'tirmas edik. Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz, joyiga qo'yib ko'ramiz formulamizni. Mana bu formulamiz qanoatlantiramizmi, yo'qmikan? 5 a ning qiymati, teskarisi esa 21 ekan. Mana shuni 26 ga bo'lganda rost ekan, qoldig'i 1 mi? 26 deb yozib qo'ya qolay. Xo'p. Demak, 5 ni 21 ga ko'paytirsak 105, 105 ni 26 ga bo'lsak, haqiqatan ham qoldig'i 1. Sababi 105 ni 26 ga bo'lganda 4 dan bersak bu 104 hosil bo'ladi bu yerda. Va qoldig'i 1 ekan. Demak, topib oldik. Demak, haqiqatda 21 chiqdi. Agar biz an'anaviy oddiy usulda, ya'ni chiziqli usulda ishlaydigan bo'lganimizda edi, ya'ni nima qilishimiz kerak edi bu yerga? Mana bu a ning qiymatini joyiga qo'yar edik. Mana deylik, joyiga qo'yar edik. 5 ni qo'yar edik va teskarisini izlayapmiz-ku. Biz son qo'yib borardik. Taqqoslamani berasiz qo'ying. 26. Son qo'yar edik. Mana 1 2 3 4 5 5 qo'ysak 25 bo'lar ekan. 26 ga bo'lgan qoldig'i 1 emas. 6 7 8 9 deb hokazo ketmaga son qo'yib bor. Qachonki biz 21 qo'ygan paytimizda bu taqqoslama o'sha modulli tenglik bajarilar edi va shu paytda to'xtatar edik. Ya'ni bizlar nima qilyapmiz? Buni 21 ta urinishda amalga oshiryapmiz. Ya'ni biz baholadik vaqt bo'yicha baholasak a n ga teng buning vaqt bo'yicha bahosi eng yomon holatda. Ya'ni 26 gacha borishimiz mumkin masalan. A n ga teng. Bizni bu holatimizda esa vaqt bo'yicha bahosi buniki a logaritm deylik, bizda qiymatimiz, kichik qiymatimiz qaysi edi? N edi. N ga teng bo'ladi. Logaritm n ga teng. Ya'ni qaysi qiymat bilan qoldiq bo'layotgan bo'lsa, o'shagacha eng ko'pi bilan shu qiymatgacha borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu usulni biz ishlatishimiz mumkin. Ersa uchun ham ishlatishimiz mumkin. Mana ersada deylik bizda bilar edik, ya'ni ersa qiymatimizda d ni hisoblashimiz uchun kerak bo'ladi. Mana deylik d ni phi n orqali hisoblashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aslida bu nima degani? Ya'ni y ning teskarisini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, taqqosla, ya'ni modulli tenglik 1 bo'ladi mod phi n. Xuddi shu joyda ham ishlatsak bo'ladi, xuddi shu formulani. Ya'ni mana bu y ning minus birinchisi, ya'ni teskarisi deganimiz aslida bu d bo'lar edi, formula bo'yicha d bo'lar edi. Xo'p, endi mana formulani qanday yozib olishimiz mumkin bo'ladi? Biz y ko'paygan d, mana yuqorida ko'rsatib o'tgan tenglamamizni, ya'ni mana bu tenglamamizni, demak, ko'paygan deylik, qandaydir bitta b son ko'paygan phi n va shuning qiymati teng 1 ga bo'lish kerak edi. Xuddi shu holatda biz ham nima qilishimiz kerak? Evklidning kengaytirilgan algoritmi bo'yicha biz phi n ni qoldiqli bo'lishimiz kerak, y ga uning qoldig'ini hisoblashimiz kerak, keyin kichik son chiqsa, va hokazo davom ettirib berishimiz kerak. Masalan, deylik, bizda p bilan q ning qiymati deylik, p miz teng bo'lsin 11 ga, q miz teng bo'lsin 7 ga. Phi n'imizni bilamiz biz formula bo'yicha p minus 1 q minus 1, ya'ni Euler funksiyasi bu 60 bo'lib qolar ekan. Demak, y ni shunday tanlab olishimiz kerak ekan. Mana bu 60 ga o'zaro tub bo'ladigan qiymat bo'lishi kerak ekan. Xo'p, masalan deylik 7 degan qiymat oldik masalan. 7. Xo'p, endi biz d ni topishimiz uchun mana shu qiymatni qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda. Mana shu y ning teskarisini qidirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bizda bilamiz, yuqorida masalada ham ko'rib chiqdik. Biz mana shu ko'rinishga keltirmoqchimiz. Katta sonni kichigiga qoldiqli bo'lamiz va
ketmay toki u 0 bo'lib qolguncha davom ettirib e kubini aniqlab olamiz va bu ko'rinishni qaytarib orqaga qaytarib keltiramiz. Demak, 60 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsam, 8 tadan 7 ko'paygan 8 56 bo'ladi, plus 4 ekan. Endi 7 bilan 4 kichik sonlarimiz, undan keyin qolgan sonlarimiz. 7 ni qoldiqli bo'lsam 4 ga. Xo'p, demak bizda bittadan ekan, qoldig'i 3 ekan. Endigi sonlarimiz bu 4 bilan mana bu 3. Demak, 4 ni qoldiqli bo'laman 3 ga. Demak, bittadan tegar ekan. Xo'p, plus 1. Bo'ldi, endi 1 chiqqandan keyin to'xtatsak ham bo'ladi, chunki har qanday sonni 1 ga bo'lsam, qoldig'i 0 ga teng bo'ladi va oxirgi qadamga yetgan bo'lamiz. Undan oldingi qiymatimiz mana bu qiymatimiz. Demak, mana shu sonning e kubi hisoblanar ekan. Biz bilamiz, bu formulada ham yozib qo'yganmiz. Ya'ni o'zaro tub bu e kub, ya'ni 1 bilan 3 imiz qoldi endi. Endi mana shu joydan 1 ni topamiz. 1 ni topishimiz uchun bu tenglikni bu yoqqa o'tkazib qo'yamiz. Mana bu 4 sonimizni 3 ga bo'lganimiz deb yozganimiz aslida. Demak, ya'ni tushuntirish uchun yozganman. Aslida mana buni 4 dan ayiramiz 1 ko'paygan 3 ni. Xo'p, endi mana shu joydan 3 ni topib kelib, mana bu joy 3 ni o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. 3 imiz teng bu yerda 7 dan ayiramiz 4 ga. 4 ko'paygan 1 ga edi, mana bo'lganda 4 shu holatda edi. Xo'p, demak 1 imiz teng ekan 4 minus 3 ning o'rniga qo'yamiz. Ya'ni 1 imiz ko'paytirib tashqariga oltirsak ham 1 o'zi hech narsa qiymatni o'zgartirmaydi. Mana bo'lganda tushunishingiz uchun yozyapman bu narsani. 7 minus 4 ekan. Xo'p, endi ochib chiqamiz. 1 teng 4 minus 7 minus 4 imiz qoldi. Xo'p, endi bizning qiymatimiz, demak, qayerda qoldik? Mana bu yerda qoldik. Endi mana bu yerdan 4 ni olib kelishimiz kerak. 4 ni olib kelishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, 4 ni topishimiz kerak xullas. Bu yerdan 4 ni topadigan bo'lsak, demak bu 60 minus 7 ko'paygan 8 ekan. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Biz bu yerdan mana bu 4 ning o'rniga mana shu qiymatni olib kelib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana buni ham hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Minus ishorasi bor ekan, minus ishorasini ta'sir qildirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, xo'p. Bitta adashib ketdimiz, uzr. Bu yerda adashganimiz sabab mana bu yerda minus bor edi. Ya'ni ochib chiqishda formulada mana bu yerda plus bo'lib ketadi, ikkita minus. Mana bu yerda minus bor, mana bu yerda minus bor. Plus bo'ladi va 4larimiz, ya'ni 4larimizning qiymati nechta bo'lib qoladi bu yerda? Ikkita bo'lar ekan. 4, bu ham 4. Oldida koeffitsiyentlar deb hisoblasak, endi 1 bor. Shunda 2 ko'paygan 4 minus 7 bo'lib turadi. Xullas, mana 4 ning oldiga o'rniga endi mana bu qiymatni olib kelib qo'yamiz. Mana shuni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Xo'p, 1 teng 2 4 ning o'rniga 60 minus 7 ko'paygan 8. Minus necha qiymatimiz turibdi? Bu yerda mana bu yerdan chiqqan 7 qiymatimiz ham turibdi. Xo'p, 1 teng 2 ko'paygan 60 minus, xo'p, biz qidirayotgan sonimiz y'imiz 7 midi? Demak, oldida koeffitsiyentiga mana buni ko'paytirib yuborsak bo'ladi, chunki 7 ni qidiryapmiz biz hozir. 2 kara 7 14. Kechirasizlar. 2 kara 8 demoqchi edim. 2 kara 8 16 ko'paygan 7 minus tashqarida 7 ham turibdi. Xo'p, endi bularni oltita koeffitsiyentlarni soddalashtiradigan bo'lsak, ishoralarni adashib ketmasligimiz kerak baribir. Minus, bu yerda minus. Ikkita minusimiz yana minus bo'ladi. Oldida 1 bor desak, o'sha oldida koeffitsiyentlarni hisoblasak, xullas 2 ko'paygan 60 minus 17 ko'paygan 7 ekan. Xo'p. Endi biz yuqorida ham ko'rib chiqqandek, bu yerda agar bu 7 miz demak y bo'ladigan bo'lsa, uning oldida ko'paytmay esa d bo'lar ekan. Faqatgina oldida minus ishora bo'lib qoldi.
Xo'p, minus ishorani yo'qotishimiz uchun biza nima qilishimiz kerak? O'sha ikkinchi qiymatimizdan, qoldiqli bo'layotgan qiymatimizdan mana shu qiymatni olti sonni ayirib tashlashimiz kerak. Ya'ni fiyendan. Fiyenimiz bu yerda bizda 60 edi. 60 dan 17 ni ayirib tashlashimiz kerak. Demak, shunda d miz hosil bo'lar ekan 60 minus 17. Va bu sonimiz 43 ekan. Xo'p. Va shu orqali mana shunday formula orqali mana biz natijaga erishdik, ya'ni 43 ni topdik biz. Xo'p. Va yana bir marta o'rniga borib tekshirib o'zingiz uchun ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.